Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi Euro 8 lisli 2 qavatli darvozamiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berishni niyat qildik. Darvozamiz albatta high-tech fasonda bo'lgan. Lislari 1.8 ikkilik bo'ldi. 2 qavatli bo'ldi. Profillariga keladigan bo'lsak, 6x4 1.7 stenadan foydalanganmiz. Stoykalari 8x8 ikkilikdan. Kraskalarni albatta Devo kraska va Anishning kraskalardan sepib berdik. Mokra asfalt svetda. Nerjivenkalarini hozir yopishtiramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ertaga ustanovkadan yana bir syomka chiqaramiz. Kanalimizda yangilar bittadan like bosib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, biz ishlarimiz birinchilardan kuzatib borish imkoniyati bo'ladi. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eni 3.65, bo'yi 3.45 bo'ldi. Общий summasiga keladigan bo'lsak 17 million so'mga dostavka ustanovka qilib beramiz. Toshkent vodiy bo'ylab. Eni 3.65, bo'yi 3.45, kvadrat 1.250 ming so'mlik 2 qavatli. Albatta juda ham qalin materiallardan foydalanganmiz. Общий summasi 17 million. Bu narx ichida Toshkent vodiy bo'ylab dostavka ustanovka shu narx ichida Vaho tomonlarga albatta kelishamiz. Albatta ishimiz sifatiga ham e'tibor berasizlar. Xudo xolasa ertaga ustanovkasini qilib to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.